Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Gacıruz, Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çislağa, 2022 yıl 5. ayının 31. günü vatandaş. Bugün de Xitay doğrusu ki haberlemindak. Hazır Xitay'nın Rımırıbov degan geziti var, bilisizlar, Xalq geziti deydi. Aslında bunu tercüme qilmay Xitaycha eleyverish kerak. Ismini tercüme qilishga bo'lmaydi qoida bo'yicha. Rımırıbov degan geziti bir kuni bir xil xabar, bir kuni bir xil xabar. Masalan, bir kuni Li Keqiangga foydali bo'lsa, bir kuni Xi Jinpingga foydali xabar. Buna sebebi nima desa, hozir o'zaro talash tortish, o'zaro kurash, tampon holati turyotidi. Rımırıbov degani Xalq geziti degani nima qilarini bilmayotidi deb tushunsangiz bo'ladi, hurmatli vatandosh. Bugun bu to'g'rida to'xtalmaymiz. Lekin Jungo'ning vaziyatiga aloqador shu. Bugun sizlarga to'xtalganimiz Uyg'ur to'g'risida xabarlar. Uyg'ur to'g'risida xabarlar deganda nima, maqsad nima desa, hozir tuninglardan Amerika ovozining Xitoy til programmasida bir xonim angliyalik bir xonim Jonathan Smith Filli deydigan bir xonim, mush ismli xonim 30 yildan bir Uyg'ur masalasini tadqiq qilibdi. Şunun bilan şu munosabat bilan Xitoy tilidagi Amerika ovozining muxbiri ziyorat qilgan ekan. Bugun sizlarga shu mazmunlarni ikki parcha leksiya tayyorlab keldim. Bunda Xitoyga aloqador ishlar yoki Xitoyga maxsus tayyorlangan xabarlar yo'q. Maxsus Uyg'urlar to'g'risida. Bu xonim Uyg'urlar masalasini, Uyg'ur jamiyatini shundoq inchki, shundoq tujib bilib tadqiq qildiki, tadqiq qilibdirki, vatandosh, Uyg'ur qalamkashlarning qo'liga bersangizmi, bundaq isal maqola chiqmaga yomon taski to'xtaydi vatandosh. Shundoq tafsili yozibdi. Bugun shuning birinchisini anlatamiz. Birinchi mavzu olim mutaxassis Jonathan Smith Filli maxsus ziyorat. Birinchi, Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda yuz bergan irq yo'qotishni e'tirof qilish. Mavzuliq maqola 5. ayning 30 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Maqola mundaq boshlandi. Washington. Tashqari dunyoda kishilar bilib yetolmaydigan, ko'rib yetolmaydigan bir necha yillik qiyin izlanishlar orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq volisi Michel Bachelet Jungo va Xinjiangni ziyorat qilishga erishdi. O'xshashli bir vaqtda xalqaro matbuotlarning Xinjiang ziyorati davomida u yerda yuz bergan irq yo'qotish masalasi to'g'risida tekshirish elib borolmamdu yo'q degan masala to'g'risida umumyuzlik gumonliq pozitsiyasi o'ttirg'i chiqdi. Lekin ko'pchilik Jungo va Xinjiang masalasini tadqiq qiladigan olimlar mundaq hisobladi. İnkar qilg'ili bo'lmaydigan nurg'un dalillar oshkorlandiki, irq yo'qotish masalasi Xinjiangda mustamlika Uyg'uristonda yuz beryotidi va davomlashyotidi. Bu olimlar jumladan Uyg'ur masalasini 30 yil tadqiq qilgan Angliya Newcastle universiteti. Buning inglizcha ismi yo'q ekan, men xitoycha ohang bo'yicha tarjima qildim. Newcastle universiteti olimi Jonathan Smith Filli doktor nima o'z ichiga oladi. Uyg'ur masalasini tadqiq qiluvchi olimlar ichida bu xonimi bor deydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq volisi Michel Bachelet o'zining ziyoratini boshlagan paytlarda Amerika Washington Post gazeti 5. ayning 24 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishlari vakili Xinjiangni ziyorat qiladigan paytda kishilar Jungo hukumatining, ya'ni Jungo hukumatining yo'shirishidan ansiramakda mavzuliq xabar e'lon qildi.
5 ayının 19 gün neşirden çıkan Angliya İqtisat Şunaslar jurnali Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi ahire Şinjan'ı ziyaret kıldıgan boldu. O her kandak işini sorap biliş üçün Cungu dairlerinin çırayıga karışı gerek mi? Mavzuluk makaliyle kıldı. Nöbetke Cungu, Şinjan yani müstemlik Uygurustan meselesi ilim-fen sahasıda ve söz ibare erkilligi sahasıda allakaçan çeklengen rayın gaylan. Cungu Kompartiya dairleri, Cungu furalarının uçuk aşkarı sorullarda Şinjan meselesi ve Uygurlar meselesi doğrusudur. Söz işi çeklendi. Lekin devlet sırtıda alımla mütehassisler uzun yıllardan beri Uygurlarını tetkik kılış arkalık mol neticelerine erişti. Bu alımlar mütehassisler içinde Angliya Newcastle Üniversitesi'nin doktoru Filli Hanım var idi. Filli Hanım'ın tədqiqat işləri Cungu hükümetinin alayda gevdlendirişi erişti. O bolsa mı Filli Hanım Cungu hükümetinin imborga qilish qara tizimligiga kirgizildi. Amerika avazı bundan sel buran Filli Hanım'ni ziyaret kıldı. Bu ziyaret davamıda o Cungu hükümetinin imborga qilish alayda şerife erişkenligini ve Uygurlar meselesini tetkik qilishning başlanış manbi doğrusu to'xtalib o'zi ve yani köpligen xalqaro olimlarning hozir Uygurlar baştan ko'chirayotgan sarguzashtlar ve azaplarni erek yo'qotish bilan tushuntirishning mubolag'a emas, balki paket ekanligini ko'rsatib o'tdi. Filli Hanım'ның bayallari o'zining ko'z qarashiga hisob Amerika ovoziga vakillik qilolmaydi. Bir bölüm tugudi. Endi kichik bir mavzu. Nemishqa Jungodan alayda muomala va shon sharafga erishdingiz? Bu muxbirning Jontan Semet Filli Hanımga qo'ygan savol. Davomini anglaysiz vatandosh.